Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Bugungi kontentimiz aynan patentlanmaydigan tovar belgilariga bag'ishlanadi. Albatta ko'plab tadbirkorlar o'z brendini nomiga katta e'tibor qaratadi, chunki bozorda shu nom orqali butun boshli mehnati bitta nomga tikilgan bo'ladi. Shu bois hurmatli tadbirkorlar, siz o'z brendingizni yaratishda nomlarga jiddiy e'tibor qaratishingiz kerak. Albatta bu holatda mutaxassis sifatida sizga quyidagilarning tavsiyalarini berib o'tamiz. Birinchi tavsiyamiz, siz tanlayotgan nom tarixiy shaxslarning nomlari bo'lmasligi kerak. Chunki tovar belgilari to'g'risidagi qonunga muvofiq tarixiy shaxslar nomlari patentlanmaydi. Shuningdek, joy nomlari bo'lmasligi kerak. Qaysidir viloyat, qishloq, mahalla, ovul nomlari bo'lmasligi kerak. Joy nomlari ham patentlanmaydi. Shuningdek, sifat so'z turkumiga oid so'zlar ham patentlanmaydi. Ya'ni siz o'z brendingizni go'zal, chiroyli, yorqin degan sifat so'zlar bilan nomlay olmaysiz. Sababi har bir tadbirkor o'zining brendini maqtab sotishga haqqi bor. Bu qonunda belgilab qo'yilgan. Albatta, patentlanmaydigan toifalar juda ko'p. Keyingi roliklarimizda batafsil sizga ma'lumot berishda davom etamiz. Salomat bo'linglar.